Xullas, qo'ylarga o't berdim. Biroz asabiylashdim bugun. Sabab bir qo'shnimiz bilan, ikkita qo'shnimiz bilan yaxshi emasmiz. Chunki 2022-yil gaz uladik, qochoq gaz. Chunki qonuniy ulayman dedi otam. Ruxsat bermadi, qo'ymadi. Bilasizku, bizlar O'zbekistonda. Xullas, otam noqonuniy uladi. Abiddan keyin ulab ketgan bo'lsa, ertalab soat 8 da Raygazdan odamlar kelib turgan. Keyin gazni nima qilib ketgan, kesib ketgan. Mayli, shtraf to'laganimiz ham rozi edik, chunki rosa sovuqda chiday olmay ketgan. Sovuqda yashashga, uyning ichi sovuq, o'tin yoqay desa o'tin bo'lmagan. Xullas, sababini bildik. Ikkita qo'shnimiz shu rasmga tushirib Raygazning kattasiga jo'natib yuborgan. Xullas, jo'natib yuborgan, janjal bo'lgan, tekshirish ketgan, nechtadir odamning uyida qochoq gazlar chiqib kelgan shu ikkita qo'shnimizning orqasidan. Endi yaxshimi shu ishi? Baxillik, qo'shniga nisbatan yomonlik. Xullas, men bugun eshitib qoldim, jiyanim aytayapti. Ayol kishi men bo'lganim uchun patiya bergali kelolmagan boyagi qo'shnimiz. Men ketganman ishga. Keyin jiyanim aytayapti, keldi shu xotin dedi. Asabiylashdim. Chunki nima desam ekan, otam rosa mayli endi o'tdi, ketdi, nima yaxshilik qildi. Qo'shnilariga nisbatan juda ham chiroyli munosabatda bo'ldi, ko'nglini og'ritmadi. Nima inson edi, bir gap qo'ymaydigan inson edi-da. Keyin xullas nima bo'ldi? Davulnasi ko'tarildimi? Xullas, Xudodan kelgan ajal. 2 yildan keyin otam ketdi. Bir qo'shnimiz ham shantaj qilib chiqdi. Nima qilib, xullas men bilan orasi yaxshi bo'lmagani uchun tortishib turardik. Shu gazning ustidan. Manaki otam ketdi, gaz ham qolib ketdi. Uyolmay ketdi. Shunga juda ham bugun asabiylashdim. Baribir qo'shni yaxshi bo'lish kerak ekan deb o'yladim-da. Endi mana sizlarga tushuntiryapman. Gaplarim juda bir nima bo'lib qolayotgandir. Mana ba'zi joylar tushuntira olmay gapirayotgandirman. Lekin ichimda juda bir og'riq. Nima uchun otamga yomonlik qildi? Mana shu baxillik qildi. O'rta joyda mening otam davulnasi ko'tarildimi, ketdi. Mening hayotimda eng kerakli insonim edi otam. Nima gap bo'lsa otamga aytib maslahat so'rardim. Xullas, qiz bola uchun ota eng katta rol o'ynar ekanda. Nima kayfiyatim tushib ketgan, ko'tarayin desam, baribir shu eslab turaman. Yetishmaydi, nimadir yetishmaydi menga. Shu otamning mehri bilmadim. Endi u dunyosini bersin. Mana videolarimda ham juda ham ko'p otamni eslayapman. Chunki hayotimda juda ham bir o'rni katta inson edi. Yanagi hayotimda Allohim meni yaratib, kimda otasiga, otalikka tanlaysan desa, yana albatta o'zimning otamda, sodda, beg'ubor otamni tanlardim. Mening oldimga prezidentni qo'yadimi, hokimni qo'yadimi? Baribir otamni tanlardim. Otajonimda.